Chelak shahri Do'stlarobod mahallasida 6 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi azizlar. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Bu yerning manzili haqida kengroq ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsak, savxozning sentrida o'ng tomonda joylashgan. Hovliga kirib kelishingiz bilan o'ng tomonda 2 ta xona, 3 ta xona qo'yingki, bu hovlida 7 ta xona bor. Endi esa sizlar bilan xonalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Darvozadan kirishingiz bilan chap tomonda 2 ta mo'jazgina xonachalar qurib qo'yilgan, ta'mirlari yaxshi holatda turibdi. Hovlidagi asosiy imoratda bir hovl, 3 ta xona, bitta oshxona, qurilish yakunlanmagan bir sanuzel, yozgi va qishki o'tiradigan tapchanlargacha qurib qo'yilgan. Hovlida tomorqa uchun ajratilgan yerchasi ham bor. Bu yerda 10 ga yaqin mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Bundan tashqari, chorvachilik bilan shug'ullanish uchun og'il ham qurib qo'yilgan. Yozgi hojatxona ham aynan mana shu yerda joylashgan. Ushbu ko'rib o'tgan hovlingizni hujjatlari joy-joyida taxlab qo'yilgan. Hech qanday kamchilik yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 42 ming dollar kelishtirib beradigan joyi bor deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib, bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Bu videoni maksimal barcha savxozdagi tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.